Opajon, Xudoy siz ustizdan arz yozganlar. Shuning uchun keldik. Nima haqqi bor ekan meni ustimdan shikoyat qilishga? Shuncha qilgani kammidi? Haqqim bor, tushundingmi? Men 30 millionga to'y qildim. Sen borib dalolatni yozib, pastkashlarcha borib, arim savdan qolgan narsalaringgacha borib olib ketding. Olib ketaman-da. O'g'lingizni yotish uchun spalnilar qilib qo'ygan bo'lsak, kiygan hattoki trikosini olib ketganimiz yo'q. Bozorga qarab turamiz. Qimmatga olib ketganim yo'q. Tursiga beraman. Shoshmanglar. Yoshlar ham gaplashsin. Gaplashmaydi. Meni uyimdan mulkimni olib chiqib ketgan. Dalolatnoma tuzasizda olib chiqib berasiz. Tavba qildim. Buni mulkiga tekkanim yo'q. Hattoki sizning uyingizdagi qilayotgan ovqatingiz qozoni meniki. O'shani oldik xolos. Sizning mulkingizni nima qilaman? Men tavba qildim. O'sha qozonni olib chiqsin, tezda o'zim bilaman. Bunga qizimni bergandan ko'ra bir bor hashakka, eshakka berganim yaxshi edi. Tushundingizmi? Mana iflos qozon meniki. Mana, xuddi shu meniki, o'zim olganman. Nima ekan u? Mana nima? O'zim olganman shuni. Bo'ldi, ketdik. Demak, mulk undirildi. Dela yopildi. Ketdik, xudo xola. Ya tavba. Voy paskudalar. Voy boshim. Ha, qiz bo'lmay o'l. Yig'ishtirasam yo'qmi uyda? Tez yig'ishtirib qo'y. Voy. Turing sen qil, yig'ishtir. Chim, o'zim yig'ishtiraman. Telefonchim. Yig'lama Kelyuring, men aytgan lokatsiyangizga turibman, biznes qilyapman. Uzr singlim, qarang mana adres shetmi? Qanaqa zamonda yashaysiz? O zamonda lokatsiya bor-ku. Lokatsiya bilan keldim. Endi bu telefonda texnika o'chib qolsa deb qog'ozga ham yozib oluvdim-da. Yuring, men shu yerga kiraman. Mabali uchrashuvimiz bormi deyman? Ha, bo'lajak. Qaynonam bilan ko'rishgani keldim. Sochuz kanaliga e'lon beruvdim-da, tengim chiqdi shekilli. Qaynonamda? Qaynonangizni ismi nima? Pushtigul. Voy, Pushtigul ikkovimiz ham bir kunga chaqiribdi-da. Unda ikkalamiz bugun ersirar ekanmiz-da. Yo'q, talashar ekanmiz. Yo'q. O'libmanmi siz bilan talashib? Men talashlari aniq-ku. Xullas-da yuring. Kiraveraylik. Yuring, hay. Sifat qilib ko'raylik. Qaysi biringlar talabimga javob bersanglar, o'sha biringlarni kelin qilaman. Voy, Pushto'yi, siz men xafa qilasiz. Shunaqalarga men teng qilmang. Lechna men karyera qilaman deb 4 yil bakalavrga, 2 yil magistraturaga, 3 yil aspiranturaga